Assalomu alaykum dada. O'g'liz 1 yillik xizmatda o'tib keldi. Yakra, skeman o'tlar yulgin, o't. Xo'p bo'ladi. O'rtoq dada, o'g'liz 1 oylik xizmatni a'lo darajada tugatib, bag'ringizga sog' omon qaytib keldi. O'g'lim, yaxshi keldingmi, o'g'lim, qiynalmadingmi? Qiynalib ketdim dada, yomon qiynaga 1 oylik. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Xabar ham ololmading. Yo'q dada, qiynalmadim. Yaxshi hammasi. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Ha, dada, xizmat qattiq bo'ldi. Ayam to'yiga to'di. Ayam yopgan nonlar yomon sog'indim, dada. Ha, o'zi 1 oylikka borning, 20 kun non olib bordim-ku men. Bormagan kunlar sog'inib qoldim-da. Hozir olib chiqaman. Sutdan. Menga qara, bu 1 yillik xizmatda parashyutdan sakradinglarmi? Ha dada, 1 yilda 2 marta sakradim. O'g'lim, anaqa parashyutdan sakradingmi? Ha, parashyut yomon bo'ldi dada. 29 kun parashyutdan sakradim o'zi ham. Ha, sen 27 kunda kelding. Ketadigan kuni vaqt o'tkazgani ham sakraverdim. 5-6 marta sakradim bir kunda. Orada parashyutsiz qora salabani tushib ham sakrab yubordim-da. Yo'q. Ha, yomon xizmat qildim.